May sanasida Payariq tumani Zuvan Ahmedov muqobilatiga qarashli Payariq Qorasuv sohillari fermer xo'jaligini paxta maydoniga Ajriq G'umay Qamish Shamak degan o'rniga qarshi Defensiya Ultra preparatini gektarga 1 litrdan rasvot qilib qo'llaganmiz. Mana bugun 10-iyun sanasida o'sha dorini sevilgan joyga borib, natijasini ko'rish uchun kelganmiz. Mana endi dalaga borib ko'ramiz. Mana ajriqlarimiz bor edi, mana dorini kuchini ko'rsatishni so'raymiz. Ajriqlarni polnistini sarg'aytirgan mana. Ajriq holati. Mana g'umaylarning holatini ko'rsatishni so'raymiz. G'umayni poln o'simliklarni eritib beryapti. Qonlab ketgan. Polni g'umaylar ta'sirda. Mana Defensiya Ultra. Bu yerga 29-may sanasida sepilgan. Bugungi sanamiz 10-iyun sanasida kelib, o'sha maydonda shu yeridan sizlarga video qilib ko'rsatyapmiz. Endi poliyamizda past tomonida qamish begona o'tlarimiz bor edi. Mana bu yerda shamaklar ham bor. Mana shamaklarga juda zo'r ta'sir qilgan mana. Past tomonida qamishlarimiz bor edi. Holatini borib pastda surib qo'ygan. Mana bu shamak degan o'tlarimiz. Holatni ta'sirchimiz ham qo'ygan. Bunda shamaklar ko'rsatib, mana g'umaylarning holati. Mana sarg'aytib, eritib bergan. Qamish eng aybli. Bu yerda rasvot qilib qo'llaganmiz. 12 kunda mana qamishni holatini ko'rishlaringiz mumkin. Endi ustilarini sarg'aytiryapti, lekin o'suv nuqtasini yulib olganingizda mana shunday holatda qamishni 12 kunda shunday holatga eritganman. O'suv nuqtasini polni to'xtatyapti. Defensiya Ultrani gektarga 1 litrdan rasvot qilamiz. Ajriq, g'umay, qamish, shamak degan o'tlarga juda yaxshi ta'sir qilyapti. Mana qoya tana tomonlari yashil holatda turibdi, lekin o'suv nuqtasi mana yurib ko'rganingizda mana bunday holatda. Endi mana poliyamiz sarg'ayib boryapti. 15 kundan o'tgandan keyin holatini mana realni hayot bu mana. Realni kelib o'sha poliyaga sevilgan Payariq tumani Zuvan Ahmedov muqobilatiga qarashli Payariq Qorasuv sohillari fermer xo'jaligini paxta maydoniga Defensiya Ultra preparatini gektariga 1 litrdan rasvot qilib qo'llagandagi 11 kunda holat mana shunday holatda turibdi. Qamishni ana shunday holatda ta'sirchimizni iltimos qilamiz. Mana bu moy, qamish, ajriq hamma degan o'tlarimizga juda yaxshi ta'sir qilgan. Mana holat. Mana yana qamishimiz uchun mana. Qamishni polni o'suv nuqtasini to'xtatyapti. Holatda realni hayot bu mana. Sevilganiga 11 kun bo'lyapti. Mana holat, qamishlarning holati. Polni o'suv nuqtasini uchini sarg'aytirib, mana o'smaydi bu qamish endi qaytib. Mana qamishlarning holati. Qamish, ajriq, g'umay. Mana bu g'umay. Mana bu qamish mana. Irityapti. Shu 11 kun bo'lyapti bu yerga sepilganiga. Mana holat. Mana shunday holatda turibdi.